Burada kabul qilishimga qaysi mahalladansiz? Çak. Adı familiyangiz kim? Mamlakatim o'zi ekan. O'zingizniki ayting. Meşale Umid. Nima masalada keldingiz? Murojaat qilib, nima bo'ldi? Kredit ajaradik firma var aylarga. Hozir ikki aqrana bor. Nima kredit olacaksınız? Nima bilan shug'ullanadi bu? Özel işletmek ha. Ishlatdikmi? Ha. Necha kreditdan oldingiz? Bilmez mi çıkıyor? Yara qo'yacakmisiz? Yara olsizmi? Gel olsun. Şöyle şotumuz yok. Masalan, bana avval imtiyozli kreditdan foydalangan bo'lsangiz, geri olib beramiz. Yok ben olmam. Foydalanmagan bo'lsangiz ko'rib chiqamiz. 12%dan dollar bor, keyin 22dan bor, 25 bor, shu hamma turidan bor. Eng kami 3 yil, shundan ketaveradi. 6 yildan bor. Kimga uchrashdingiz bizada? Nerede? Şöyle. Hozir Rasulbek Maqsud akalar aytaman.